Assalomu alaykum, kanalimizning hurmatli obunachilari, biz bugun sizlarga magniy yetishmovchiligi belgilari haqida ma'lumot berib o'tamiz. Agar siz kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Magniy odam organizmidagi muhim elementlardan biri. U eng muhim fiziologik jarayonlarda ishtirok etadi. Magniy yetarli bo'lganda odam o'zini yaxshi his qiladi. Organizmda magniy miqdori qondagi glyukoza miqdoriga, suyak va mushak tizimi holatiga, moddalar almashinuviga bog'liq bo'ladi. Magniyga bo'lgan sutkalik ehtiyoj erkaklarda 400-420 mg, ayollarda 310-320 mg. Magniyga boy mahsulotlar yong'oq, pista, banan, tabiiy yogurt, qora shokolad, avokado, loviya, yashil sabzavotlar. Magniy yetishmovchiligining asosiy sabablari noto'g'ri ovqatlanish, oshqozon ichak kasalliklari, vitamin D yetishmasligi, alkogol iste'mol qilish. Magniy yetishmovchiligi barmoqlarni sanchish va uvutish. Magniy nerv tizimini to'g'ri ishlashi zarur. Uning yetishmovchiligi nerv impulslarini o'tkazilishini buzilishiga sabab bo'ladi. Bu qo'l va oyoq barmoqlarida sanchish va uvishish ko'rinishida namoyon bo'ladi. Gripp holati. Agar siz charchoq va holsizlik hissini sezsangiz, yeyishni xohlamasangiz va davriy ko'ngillanish kuzatilsa, demak sizda gripp emas. Bular magniy yetishmovchiligining belgilari hisoblanadi. Agar sizning holatingiz 5 kun ichida yaxshilanmasa, vrach ko'rigiga boring. Titrash, muskullar titrashi nerv sistemasi faolligidagi anomaliya tufayli yuzaga keladi. Bu ko'pincha magniy yetishmovchiligi bilan bog'liq bo'ladi. Mushaklarda og'riq. Bu magniy miqdorining pasayishi nerv hujayralaridagi kanallarni o'tkazuvchanligini oshishiga va muskullardagi nervlar giperstimulyatsiyaga sabab bo'ladi. Mushaklardagi og'riq ko'pincha titrashdan so'ng yuzaga keladi. Emotsion o'zgarishlar. Magniy yetishmovchiligi ta'sirida odamda kayfiyat tushib ketadi, depressiyaga ko'proq moyillik paydo bo'ladi. Magniy yetishmovchiligi kaliy miqdorining pasayishiga olib keladi va o'z navbatida yurak ishiga ta'sir qiladi va yurak ritmi kamayadi. Oziqlanishda magniy tabiiy ishtirish rolini bajaradi. Uning yetishmasligi sababli stulda o'zgarishlar kuzatiladi. Bu surunkali qabziyat bo'lib, bunda odamning ishi haftasiga 3 marta keladi. Ma'lumotlarimiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, yaqinlaringiz bilan ulashishni unutmang. Salomatligingizni asrang azizlar.